Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Oz muddatdan nafasdan so'ng men sizlarga erta tongdan yangi mavzuda, ya'ni bolalar rivojlanish xaritasini to'ldirishda kodlashni o'rganamiz mavzusida qisqa video dars tayyorlashni xohladim va boshlaymiz darsimizni. Yangi takomillashtirilgan ilk qadamdan so'ng 3-nashr ilk qadamda bizda xaritani to'ldirish uchun harflar berilgan va bu harflar bilan esa bolalarning guruhlari belgilangan. Demak, A kichik guruh, B o'rta guruh, C katta guruh, D tayyorlov guruh deb belgilanadi va har bir harf mana shu guruhni anglatadi. Demak, sizga C qaysi guruh desa katta, A qaysi guruh desa kichik deb javob berishingiz kerak yangi ilk qadamda. Va bu xaritada ham mana shu ko'rinishda keltiriladi. Shu sabab bugun biz harflar va raqamlar bilan kodlashni birgalikda o'rganamiz. Endi rivojlanish sohalarini esa biz bilamizki, ikkinchi takomillashtirilgan ilk qadamimizda ham mana shunaqa raqamlar bilan berilgan. Birinchisi jismoniy rivojlanish, sog'lom turmush tarzining shakllanishi, ikkinchisi ijtimoiy hissiy rivojlanish, uchinchisi nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarining shakllanishi, to'rtinchisi bilish jarayonining rivojlanishi, beshinchisi esa ijodiy rivojlanish deb ataladi va mana shu 5 ta raqam bilan belgilanadi. Demak, harflar guruhlarni anglatadi. Mana bu 5 ta raqam esa rivojlanish sohalarining 5 ta yirik sohasini, bolalarga tegishli qismlarini bizga anglatib turadi. Endi har bir yirik sohamizda kichik sohalar mavjud va takomillashtirilgan ilk qadam davlat o'quv dasturidan so'ng yangi 3-nashr ilk qadamimizda bizda birinchi yirik sohamiz, ya'ni jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi yirik sohamizda kichik sohalarda o'zgarish bo'lgan va bunda sensomotorika kichik sohasi chiqib ketgan. Mana shuning uchun 1-1 yirik motorika, 1-2 mayda motorika, 1-3 sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik bo'lgan. E'tiborga olishingiz kerak, sensomotorika 1-3 edi avval oldingi xaritalarda. Endi esa u yo'q va 1-4dagi sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik 1-3 bo'lib ko'chgan. Demak, bizda umumiy kichik sohalar soni ham 14 taga qisqargan. Avval 15 ta edi. Tarbiyachilar buni esda saqlashingiz va yodlashingiz kerak. Endi bizda ikkinchi yirik soha ijtimoiy emotsional rivojlanish deb ataladi. 2-1 men konsepsiyasi, 2-2 emotsional rivojlanish. Emotsional rivojlanish bu avvalgi hissiyotlar va ularni boshqarish. Endi ijtimoiy rivojlanish kattalar va tengdoshlar bilan muloqot degan qismi yo'q. 2-3 ona ijtimoiy rivojlanish deb atasangiz bo'ladi. Endi 3-chi yirik sohamiz nutq, muloqot, o'qish va yozish ko'nikmalari deb ataladi. Demak, bunda ham o'sha 3 ta kichik soha qolgan. Nutq va til, o'qishga tayyorgarlik, yozishga tayyorgarlik. Qo'l barmoqlari mayda motorikasi yo'q. Ko'ryapsiz-a? Demak, o'zgarishlarga e'tiborli bo'lamiz. Endi 4-chi yirik sohamiz bilish jarayonining rivojlanishi deb ataladi va 4-1 mantiqiy fikrlash va muammolarni hal etish deb ataladi va bu bizda o'zgarish. Endi 4-2 elementar matematika, 4-3 olamni anglash. Bilsangiz 4-3 tadqiqiy bilish edi. Demak, o'zgarish bor. O'zgarishni solishtirib qo'yasiz eski ilk qadam bilan. Endi 5-chi yirik sohamiz ijodiy rivojlanish, olamni badiiy idrok etish 5-1, badiiy ijodiy qobiliyatlar 5-2. Demak, mana kodlar, mana qizil harfda turibdi. Buni kanalga ham rasmini jo'natib qo'yaman. Mana shu bizdagi yirik va kichik sohalarning kodlari. Hali bundan tashqari indikatorlar ham bor, lekin indikatorlarni bu mavzuga hozir qo'sha olmaymiz, chunki yangilik ko'p. Ana endi kodlashni o'rganamiz. Demak, A 1-3 nima? A bizda kichik guruh, 1 bizda jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi. 3 esa sog'lom turmush tarzi va xavfsizlik. S qaysi guruh bizda? S katta guruh. 2chi 2 bizda ijtimoiy hissiy rivojlanish yirik sohasi. 1chi men konsepsiyasi. Ijtimoiy
hissiy rivojlanish sohasining birinchi kichik sohasi deyapman. Tushunyapsiz-a kodlashni? Endi D-chi? D tayyorlov guruh. 3 bilish yo'q, bilish emas. Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalarining shakllanishi. 3 esa yozish malakalarining shakllanishi. Chunki qo'l barmoqlari mayda motorikasi chiqib ketgan ustozlar. Endi B qaysi guruh? Kichik guruhmi, o'rta guruhmi? O'rta guruh. 5 u 1chi? Olamni badiiy anglash deb ataladi. Demak, mana shu raqamlar bizda kodlash uchun misollar. Demak, sizga yangi takomillashtirilgan ilk qadamdan keyingi 3-nashr ilk qadamda shu tarzda kodlanadi xaritalar va yoniga hali indikatorlar ham qo'shiladi. Masalan, yirik motorikada 7 ta indikator bor bo'lishi mumkin, mayda motorikada 6 ta, sog'lom turmush tarzi va xavfsizlikda 8 ta bo'lishi mumkin. Va ular ham yoniga qo'shimcha mana bu chekkaga bir qator raqam bo'lib qo'shiladi. Shuning uchun kodlash sizga kerak. Darsni qayta-qayta ko'ring, konspekt qiling, o'zgarishlarni solishtiring va shundagina dars sizga mustahkamlanadi.